Assalomu alaykum. Abdulhay darvoza kuzatuvchilar, mana xudo xolasa Shipr turish Habib lokomlani qarindoshlarning darvozasi Novoy Kolsoydan kirganda ko'cha ko'rinadigan darvoza gruntovkani sep bo'ldik. Xudo xolasa Liboy darvozamizni gruntovka sepamiz inshaalloh. Mana sifatlari o'ta ideal holatda. Gruntovka sep bo'ldik. Hozir bir qator kamik ustiga qarab kraska sepamiz. Xudo xolasa sifatlari chiroyli holatda bo'ldi mana. O'ta cho'tki chiqdi. Mana buchoqlari ham aytilganda, xolasi. Okamlar shunaqa joylarga e'tibor beringlar degandilar. Mana xudo xolasi hamma yo'q o'ta ideal holatda chiqdi. Mana bu kesakalari, shivellar bor, ikkita yontagi 12 lik shivellar bor. Asli 10 lik qo'ysak ham bo'laveradi. Okamlarga hamma darvozamizga bittadan bonus bo'ladi. Bu ham bonus bo'lgan. O'sha o'zida aytganman, oka asli 10 lik ko'taraveradi, 10 lik qilib beraveramiz, 10 lik qilib aytganmiz, lekin 12 lik qilib beraman oka sizga deganman. Birolar xudo xolasa darvozani temiz tugab qo'ya qoladi deb 12 lik qo'yganman. Gruntovka sep bo'ldik. Inshaalloh hozir bir qator kamik ustiga qarab qator kimida jilolab sepiladi inshaalloh. Kuzatishni davom etasizlar, sifatli yaxshi darvoza istab yurgan tanishlaringizga shu videomizni tashlab qo'yasizlar. Profilimizda telefon nomerlarimiz bor. Sog' bo'linglar, charchamayman.